Bugün ben mana şu büyük kardeşim, bana dostum, mana şu İlhom Geydarovich bilan bugungi mana şu Buziliga tashrifim, Qarabog'ga taklifim yuragimdagi ko'p armonlarim edi. Mana şu bu g'alabani mana shunday büyük kardeşimga yelkasiga katta qiyin vazifalar tushdi. Lekin mana şu vazifalarda mana şu nima deydi, adolatni tiklash uchun qilgan hamma harakatlari natijasi mana shu qardoshim bosh Qarabog' g'alaba qozondi. Bu g'alabani faqat vatanni buyuk farzandi, xalqni sevgan mana shunday dono prezident qila oladi. Biz mana shunday prezident qardoshim borligidan biz ham g'ururlanamiz. Albatta mana shu bizni birligimiz mana shu buyuk Qarabog'ga asrlar davomida mana shu birligimiz bor. Mana shu bobomiz Amir Temurdan boshlab hozirgacha aloqalarimiz juda yaxshi. Shuning uchun men niyat qildimki, mana shu meni qardoshim g'alabasidan keyin bir qandaydir ikkita xalqning buyukligi kelajagida bir-biri bilan do'st bo'lish, davom ettirish nuqtai nazardan mana shu bitta mana shu maktabni qurish niyatim bor edi. Bugun shu niyatim amalga oshdi va men ham sizlarni mana shunday qaytib kelganlaring bilan, mana shunday g'alaba bilan tabriklayman. Sizlarni kelajak hayotlaring farovon bo'lishiga, yaxshi bo'lishiga mana shu meni qardoshim Ilhom Geydarovich albatta juda katta mana shu Ozarbayjonda dunyo hamjamiyatiga obro'yi yil sayin oshayapti. Qilayotgan ishlari tasonnon, namuna va biz ham mana shu do'st, qardosh bo'lib bu yangiliklarni, bu buyukliklarni ko'rib faqat xursand bo'layapmiz va mana shu maktab ikki do'stligimizni kelajagiga samimiy mana shu qandaydir haykal bo'lib qoladi desam bu ham to'g'ri bo'ladi. Fursatdan foydalanib mana bugun men farzandlarimni mana shu bu maktabda o'qigan farzandlarimizni bir yilda 2 marta Ulug'bek vataniga, O'zbekistonga, Samarqandga taklif qildim. Men yana bir marta qardoshimga iltimos qilaman, farzandlar ota-onalar bilan borsa men juda xursand bo'lardim. O'zlaring ham borsalar. Juda yaxshi bir maqol borki, mehr ko'zda deydi. Sizlar ham uni bir-birimizga ko'rib tursak, mehrimiz oshadi. Birligimiz samimiy bo'ladi va do'stligimiz abadiy bo'ladi. Mana shu meni niyatim. Men sizlarni ko'rganimdan xursandman va sizlarga faqat bundan keyin tinchlik, osoyishtalik, baxt, saodat tilayman. Sog' salomat bo'linglar.